ko'k sartrozni 3-4 stepeniga ham lecheniya qilasizmi? Qilaman. 3-4 bo'lsa ham tuzini belda buksadagi tuzga bog'liqda unda ushlaymanda уже bilaman. Qancha vaqt ketadi? Endi bu bittada xudo xolasa yaxshi bo'ladi. No yaxshi bo'lishi uchun bittada tuz erib ketmaydi bu. Bu sekin, bu mashinada tuz qoplanadi ikkita buksaga, mana sharnerga tuz bu sразу bitta 7 kunda erib chiqib ketmaydi. Mana muz qanday eriydi? Sekin erib chiqadi. Shunga o'xshab bu tuz уже zastoy, воспаление shamollab, tuz bosib, kam harakat qilgandan keyin tuz yig'iladi. Shu sekin erib chiqadi. Uni bittada sразу chiqib eritib chiqarmaydi. Bu oylar, yillar davomida, bu kamida 20 yildan bir qilarki 15 yil, 30 yillik shamollash borda, shunda образование bo'lib keladi. Oyoq kam harakat qilgandan keyin bo'ldi, setda уже kam harakat qilgandan keyin asadga berib tuz yig'ilaveradi. Demak, 15 yil, 20 yillik kasalliklar bitta kursda chiqib ketmaydi. Yo'q, yana oladi shuni. Yana oladi. Mana shu bitta kursda necha % yaxshi bo'lsa, o'zi biladi o'sha. Bir kunda ham yarim soatda o'zgarishini sezadi. Men aytaman, agar bir kunda o'sha o'zgarish sezmadingizmi, bo'ldi o'sha aman. Bir kunda sezmadim, 10 kunda ham sezmaydi. Bir kunda sezildim, bo'ldi. Shunaqadan 7 kunda qancha % yaxshi bo'ldi, shunaqa %da yana ovorsa undan ham zo'r. Xudo xolasa. Keyin yana ko'pchilik beradigan savollardan bittasi, garantiya berasizmi? Mana shu lecheniyangizga, kursingizga garantiya berasizmi? Men xudo emasman, garantiya bermayman hayotda. Garantiyani so'ragan odamni men o'zim olmayman. Men qanday xudo garantiya berishim mumkin? Men xudo emasman. 5 minutda gapda nima bo'lishini kim biladi? Qanday men garantiya beraman? Garantiya shuncha уже so'radimi? Bo'ldi, u odam qanday normal odam garantiya so'ramaydi. Kasalni bilib turibdi, necha yillik kasalni bilib turibdi, yana kelib garantiya bormi? Qanday garantiya? Men unaqa garantiya bermayman. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasiga yaxshi bo'lsa deyman. Xudodan so'ra deyman, Allohdan so'ra deyman. Dardni bergan shifosini ham beradi xudo xolasi.